Cemiyetimizde balyotqi muskul o'smasi bemorlarni aytacaq. Bu bemor qiladigan bo'lsak, bu 47 yoshlik 6 oydan kelgan achimiz. Bu achimizniki balyotqining mahsulasi qaraydigan bo'lsak, balyotqini aniq ko'rgil oldu. Balyotqining endi jumlaq to'g'ini bu cho'ng balyotqi muskul o'smasi bebek cho'ng bo'lg'achqa bu sudukni pisib, suduk tutamaydigan ekan. Ma keyin tarafdan ma uchayni basqandan ekan bir xil cho'ng taratqi hisobat bildim. Mana avval bo'lib tekshirgandan ekan bu balyotqi cho'ng bir muskul o'smasini bayqan. Bayqandan keyin bu bizni izlab kelgandan keyin biz anvani nima usulda qolsa bu qo'saqni kesib balyotqi o'smasini kesib yoki balyotqini kesib ilot mana operatsiya qilamiz bundan zaxmimiz cho'ng. Hamda biz bu kasalni qanday davolash degan chaqda shu balyotqi muskul o'smasini qon bilan ta'minlaydigan tomirni boshda zo'yin qilamiz. Zo'yin qilib, mush qon bilan ta'minlaydigan tomirni aniq bilgandan keyin mush tomirni itib o'tamiz. Itib o'tgandan keyin bu shu muskulga, balyotqi muskul o'smasiga bu qon borgandan keyin bu muskul o'smasi barbara kichiklab asoslar yo'qaydi. Bu xuddi quyruq uzun tug'ilib qolgan qo'zining quyruqini otning qilida chigvasak, keyin o'zi chiqib ketganga o'xshash davolash usuли. Bunda davolash usulining zaxmismi nayt kichik asli kelishim tez. Mesela so'raydiganlar 181 998 87 34 mush nomerni undar qilib mesela so'rasangiz bo'ldi.